Kia Sonet so'ragan obunachilar uchun mana Kia Sonetdan ko'rsatamiz. 2024-yil ekan, aziz do'stlar, bitta ko'rib baho beringlar. Aka polni navorchilarni qo'ygan ekanlar. Mashina zo'r holatda turibdi. Tonirovkalarga ruxsatlar olib qo'yilgan. Hali yurgani ham juda ham kam ekan. Diska balonlargacha hali zavodskiy holatda turibdi, hali ba'zi salafanchalarda. Paroklargacha qo'yilgan. Xo'p, beskuluchovoy dostuplari bor. Ichlari bilan ko'rsatib o'tamiz. Bu ikkinchi pozitsiyasi Kia Sonetda. Ichlari bilan mana bemalol baho bersangiz bo'ladi. Hali salafanlarda turibdi. Yurganiga kelsalar, endi hali 5000 ga boryapti. 4989 kilometrga hali yurgan. Ichlari mana salon qismlari ham ko'rib turayotganingizdek mana shunday zo'r holatda turibdi. Mashina yangi hali deyaptilar egalari. Salon narxidan ancha arzonga olsangiz bo'ladi. Aziz do'stlar, yili 24. 1 yil pastini olsangiz ham zato ancha arzonga olasizlar. Bagajda даже hali hech narsa ortmagan biz ham deyaptilar. Mana ko'rsatib o'tamiz. Mana bagajdan qaranglar. Bagaj juda tiniq turibdi mana. Haqiqatan